Assalomu alaykum. Hurmatli bizlar kuzatuvchilar, klubning sezoni kelayotgan munosabati bilan shakarlar narxini tushirib tashyapmiz. Aksiya ketyapti. 11.300 so'm bilan rasmiy shakarlarimiz bor. Qopga 565 ming so'm bo'ladi. Qoplab ham bor, kerak bo'lsa. Hammaga yetadi, xudo xolisa. Bu Hasanboy Playali, Xorazm Gurch markazi va Olmazorda bor, Chinevka yo'ligida bor. Do'kon aksiya ketyapti. Boshqa narsalarni ko'rsatadi. Bu qopgaga hol. Va narxlar tushdi, xudo xolisa. 30 ming sotyapti, 26 ming so'm bilan shu overing bemalol. Yog'larimiz ham ketyapti 90 ming so'm bilan. Sarat yog'lari. Xudo xolisa narxlarni tushirib tashyapmiz. Bu qopga qolgan narsalarni ko'rsataman. Mana bu yoqda saryolarimiz bor, ko'pchilik biladigan Bonsaryo 40 ming so'm bilan bu. Yana boshqa narsalarni ko'rsatamiz. Olib kel bu yoqqa kamerani. Bu mayovga chiqadiganligi, dachalarga chiqadiganligi, dam oladigan chiqadiganligi, tog'ga chiqadi, qaqi chiqsa hamda xullas aksiyaga ketyapti kirgilarimiz. Mana 12 ming so'm, bor yo'q 12 ming so'm, arzimagan pul 12 ming so'm turadi. Mana bu xalq assortimentida aksiyalarimiz bor. Kelinglar, ko'ringlar, bu Xorazm Gurch markazi, Hasanboy filiali, Chernevkada, Olmazorda aksiyaga ketyapti. Kutib qolamiz, e'tiboringiz uchun rahmat. Like bosib tashlaylik, obuna bo'lib qolaveringlar.